Soat 22:22 desa bo'laveradi. Konteynerimiz keldi. Bu yerga tushirdik mana. Ko'pchilik yordamida. Kranlarimiz hozir endi strillarni kirgizishyapti. Mana shu konteynerda ichida hozir vishka tikuv mashinalarimiz va juda ko'pchilik kutgan stanoklarimiz yetib keldi do'stlar. Ko'pchilik kutgan edi. Konteynerimizni tushirib oldik. Tashqarida yana bitta kranimiz o'sha har doim tortib sug'urib chiqaradigan kranimiz. Ushbu vishka mashinamiz Simsim brendidagi ham pop-up ham vishka. Hozir bu yerda ikkita ustma-ustun taxlangan konteynerdan chiqarib mashinaga ortyapmiz. Tayyor bo'ldi. Bu mashinkamizni ham tez kunlarda o'sha ustanovka jarayonidan keyin ishlayotgan joydan yana sizlarga video lavha qilamiz. Ushbu paketdagi stanogimiz kukuruz ishlab chiqarish uchun moslangan stanok. Bu ham Xitoydan zakaz keldi do'stlar. Qanaqadir ishlab chiqarishga bir qiziqishingiz bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqsangiz, Xitoy davlatidan zakaz qilib olib keltirib beramiz. Mana shu ochilmagan tayyor holatda uyga olib borib o'rnatasiz, bo'ldi, ishlaydi. Vishka mashinamizni mana ikkitasini ustma-ustun qilib qo'yib, ikkita vishka mashina bor. Hozir mashq qilishda ikkita kran bilan, ya'ni ko'tarma kran bilan birgalikda o'zimiz bilan jamoa shular yordamida mana yuklashni boshladik. Ushbu mashinkalarimiz G'ijduvonga ketyapti, G'ijduvon tumaniga. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani. Mana shunday qilib ilib qoladi, tushib qoladi. Shuna bo'lib yurib, ilinadi. Mana furani orqaga yurgizib, ya'ni shu holatda yuklab olinyapti. Juda ko'pchilik bilan birgalikda. Shu qatorda o'zim ham shu yerdaman. Do'stlar, juda ko'pchilik so'ragandi. Mana yuklash, ortish qanaqa deb. Mana hozir bugun 40 gradusdan oshiqroq issiq bor. 40 gradusdan oshiq. Ya'ni 41-42 gradus issiq. Shunaqa issiq bo'lishiga qaramasdan, mana kranchilarimiz maza qilib Pepsi ichib o'tirishdi mana. Ular ham issiqda qiynalishdi. Bu tomonda o'sha vishka tikuv mashinamizni yuklash jarayoni. Vishka tikuv mashinalarimizni Buxoroga ketayotgan furamiz yukladi. Bu yerda ikkita vishka mashina bor. Mana shu ukam zakaz qilganlar. Assalomu alaykum.
yurtdoshlar. Mana zakaz qildik, shunaqa ishga yetib keldi, yukladik. Endi chapon qaviymiz va turli xil narsa tikamiz. Zakazlar bo'lsa qilib beraverasiz. Zakazlar bo'lsa qilib beraveramiz uslugaga. Bo'ldi. Tez kunlarda ushbu mashinkani Ishga tushadi. ishlash jarayonidan qo'yamiz. Ha, ishlash Boraman men jarayonidan o'zi, qo'yamiz. aniq boraman. Qo'yamiz. 97lik 181 96 99. Ana, usluga kerak bo'lsa. 015 0042. Ana bo'lmasam. Uslugaga ham ishlayveramiz, farqi yo'q. Uslugaga ham ishlashaverar ekan. Bir xil narsa 25 tikmaymiz. eng yaxshisidan. Bishga bu xil narsa tikamiz bishga. Ham pop-up, ham vishka tikuv mashinamizni mana fura yuklayapmiz. Uzunligi deyarli 8-9 metr atrofida. Brend Simsim 9 ta vishka va 6 ta pop-up galovka joylashtirilgan ichiga. Ushbu tikuv mashinamiz juda ham zo'r. Hozir buni ikkita mana kranda yuklayapmiz. Ikkita kran, chunki mashinka bu yerda ikkita, pastda bitta va tepada bitta. Do'stlar, aytganimdek, ushbu tikuv mashinalarni tez kunlarda sizlarga video obzorini qilib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang va shunga o'xshagan tikuv mashinalarni xarid qilaman degan do'stlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Video uchun bittadan tas like bosib qo'ysangiz, yana ham xursand bo'lamiz. Issiqlik kunida deyarli bugun 5-iyun 40-42 gradus issiq bo'ldi. Endi undan ham oshiq bo'lsa kerak, lekin biz 42 ko'rdik. Sog' bo'linglar.